Yumshoq shapaloqdek narsa xohlayapti qalbim. Yeydigan narsamiz qilib. Bilmayman, yumshoq bo'lsa qalbim yeydi borardi. Qalbingizdan so'rayinchi, yumshoq nima ekan? Qalbim, dadam bilan men qiynamay tezroq ayt. Sen o'g'lim, qalbingiz ham qaltirab, qonni ochgandir. Mo'nay oling, keyin gaplashaverasiz. Jon tayoq yormagan qalbim. Yo, dada, qalbim gapiryapti. Nima deyapti? Qalbim, yumshoq grill xohlayaptimi? Dada, qabul. Yumshoq grill Asaka shahar ichiga yetkazib berish xizmati bekarga-yu o'g'lim. Qalbim, yana nima deyapsan? Deyapti. Mo'cha narsa yegiz kelyapti, dada. Eshigini tayda itda haydasdi. Meni o'g'limga qiz bermaydigan. Buni nima farqi bor? 95larga qiz berishmaydigan qadidi. Una demak, o'g'lim. Ona so'zmaganidan topamiz. Dada sopgani ham bo'laveradi, dada, qiz yo'q. 95larda ko'rsada tikoni yo'q. Qalbi hali ham tirik. Hamma balo menda. Ertaroq uylanganimda siz ham ertaroq tug'ilarmidingiz? Siz ikkinchi uylanishingiz menga nima aloqasi bor? Bizni ham 30 ga kirganda uylantirganda ig'vo qilavermaydi. Oho, dadalarda rahim shafqat vobshe tugabdi. Baba! Ha? Uning nigohlari yuragim sehrlab qo'ydi. U bilan o'tkazgan har bir daqiqam yuragimga azob beryapti. Katta bo'ldim, dada. Nima qilay o'g'lim? Erga tegaman, dada. Birikov qilyapsizmi o'g'lim? Bo'lmasam uylarda ko'rayveramanmi? Mo nova choy ichib oling. Ichmayman. Siyib qo'yapsizmi o'g'lim? Siyga emasman. Nima qildim? Ovozingiz hech saqlamadim. Bo'lmasa qani buni. Enezikida. Alo. Aya, kim bu odam? Alimentdan qochib yurgan otangiz bu. Bunga yaqinlashmang. O'g'lim, men badbaxt otangni kechir olsang, kechir. Dada, sizni ko'chaga tashlab qo'ymayman. Siz men bilansiz. Nima, buni yetarib keldingiz, o'g'lim? O'rtada bola bor. Qarangiz, choy olib ket tez-tezda. Yana boshladi. Suv qo'yib ol tualetga. Knopkasini siz suvga toradi-yu. Bekor olib keldingiz-da buni uyga. Dada, menga nima olib keldingiz? Ha, bu sizga nima ham olib kelardi, o'g'lim? Hey, o'zimizda trend o'layotgan petito tayligini olib keldim. Toza taxtadan tayyorlangan. Voy, suda. Katta bolaga. Sigaret esidan chiqib qopti yana. Qarangiz, bor sigaret olib chiq. Qana, bor. Nima deyapsan? Mening ham haqqim bor bu uyda. Avoy. Ana alimentdan qochib yurgan fuqarolar o'z oyog'i bilan kelib qoldi-da. Nima qilmay ayajonisi? O'rtada bola bor.